Klinik o'lim boshimdan o'tkazdi. Undan keyin ham tavba qilganim yo'q. Ozdiruvchi degan mahsulotlarni 7 marta o'ylab keyin olish kerak. Bizi tomonda Munjaro bilan ossa bo'ladi. Kelayotganingda o'zing bilan olib kel dedim. Ozamiz dedim. Juda yomon ahvolda bo'lganman, qaltirab yotib qolganman. Qahva bor, tabletkalar bor, ikkalasini birga ichganlar. Afsuski ular o'tib qoldilar. Juda ham yomon menga ta'sir qildi. Panический ataka bo'lib qolar ekan. Ozdiruvchi sehrli tayoqcha yo'q. Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqlarda bir oyda parhez va sportsiz 15 kilogramm ozing yoki bitta tabletka -1 kilogramm kabi reklamalarni tez-tez uchratish mumkin. Bunday reklamalar 100 minglab obunachisiga ega bo'lgan Instagram, Telegram kanallarida faol aylanmoqda va ularni odamlar sotib olishyapti. Albatta, chunki biz hammamiz mo'jizaga ishonamiz va ko'p hollarda aldanib qolamiz. Bu Doktor Fakt loyihasi. Bugun biz ana shunday super vositalar va ular keltirib chiqaradigan jiddiy muammolar haqida suhbatlashamiz. Birinchi qahramonimiz Instagram sahifasida ijobiy fikrlarga to'la ozdiruvchi kofe reklamasini ko'rib qoladi va bu kofeni sinab ko'rishga qaror qiladi. Keling, qahramonlarimiz hikoyasini ularning o'zidan eshitamiz. Qahramonlar ismlari ularning iltimosiga ko'ra o'zgartirilgan. Detoks kofedan ichganman. O'zimni sog'ligimda yomonlashish his qilganman va to'xtatganman. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p ko'rardim. Bu haqda kofe hamma blogerlar reklama qilishardi buni. O'sha korobkasi bilan olib o'qiganimda hech qanaqa zarari yo'q. Zararlari haqida umuman ozgina bo'lsa ham protivopokazaniyasini yozishmaganda, faqat o'sha aytgan natijaga erishish uchun hamma aytgan vaqtida iste'mol qilinishini yozib qo'yishgan. Ya'ni ertalab och qoringa ichish kerakligi yozilgan kunda bir marta. Xuddi shu aytganidek qilganman. Yoz paytida ichganim uchun boshida bir 2-3 ta ichganimda unaqa sezilmagan. Bir kuni shu kofeni ichib ko'chaga chiqqanman. Ko'chaga chiqqanimdan keyin quyoshda mazam bo'lmay, ko'nglim aynib, ko'tarib, davleniyam tushib ketib, juda yomon ahvolda bo'lganman, qaltirab yotib qolganman. Men o'sha narsani kofedan ko'rganman. Keyin qaytib u kofeni iste'mol qilmadim, ichmadim. Bu qahramonimizning omadi bor ekan, ammo har doim ham bunday bo'lavermaydi. Studiyamiz mehmoni shifokor, endokrinolog, dietolog Kamila Ishoqova. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, taklif uchun rahmat. Kamila, mana bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda ozdiruvchi kofelar juda keng reklama qilinadi. Ozdiruvchi choylar, mana shu vositalarga fikringiz? O'zi choy, kofe deganda bu qo'rqinchli emas, chunki biz har kuni iste'mol qiladigan bu ichimliklar turkumiga kiradi. Lekin ozdiruvchi degan qo'shimcha, demak, qanaqadir xavfli narsasi bormikan deb o'ylantirib qo'yadi. Aslida agar biz oddiy, masalan, ozdiruvchi emas, oddiy kofe bilan choyni qaraydigan bo'lsak, agar biz uni me'yoridan ko'p ichib qo'ysak, nima bo'ladi? Darrov boshimiz og'riydi, terlaymiz, yurak o'ynab, biz uni nojo'ya ta'sirini ko'ramiz. Endi faraz qiling, o'zi oddiy, tabiiy mahsulotdan shunaqa zarar ko'rsak, ozdiruvchi degan mahsulotni ichida nima borligiga bilmasdan qanaqa xavfga biz o'zimizni tanamizni qo'yamiz. Hozirgi kunda ochig'ini aytaman, ozdiruvchi sehrli mahsulotlar yo'q, sehrli tayoqcha yo'q. Demak, bu kofe yo choy ichida yo ich suradigan, yo ishtahani bo'g'adigan jiddiy qanaqadir mahsulot bo'lishi mumkin. Buni biz dori ham deya olmaymiz. Buni qandaydir mahsulot yoki vosita deyishimiz mumkin, chunki dori deyishimiz uchun u savdo rastalariga, ya'ni dori sotiladigan aptekalarga chiqish kerak. Aptekalarga chiqish uchun bir nechta bosqichdan o'tish kerak. Demakki, bizda o'sha sotiladigan ozdiruvchi choy yoki kofe, qahvalar qanaqadir maxfiy tarkibga ega. Odatda ozdiruvchi deb uni sotish uchun, demak, u haqiqatan ozdirish kerak, ishtahani bo'g'ish kerak, to'g'rimi? Bunaqa
mahsulotlar nimaga ta'sir qiladi? Gormonlarga ta'sir qiladi. Demak, u yerda gormonga o'xshagan modda bo'lishi mumkin. Ishtahani bo'g'adigan eng ko'p uchraydigan sibutramin degan mahsulot odatda qo'shiladi yoki ich suradigan qandaydir mahsulot qo'shiladi. Demakki, biz yo gormon sifatida, gormon ta'siri ostida ozamiz yoki biz o'sha hozirgi kunda ko'p davlatlarda cheklov qo'yilgan, sotilishiga cheklov qo'yilgan sibutramin degan moddali mahsulot ichayotgan bo'lamiz yoki biz ich suradigan qandaydir o'sha biz bilmaydigan, tanamizga nojo'ya ta'sir qiladigan narsa ichib qo'yishimiz mumkin. Ahamiyat bering, ko'pincha o'sha bu mahsulotlarni ichadigan odamda nima bo'ladi? Men ichdim, ozishni boshladim, lekin hojatga ko'p yuguribman. Men ichdim, ozishni boshladim, chunki kam yeyapman, ishtahamni bo'g'di va eng ko'p uchraydigan narsasi bu yuragim tez urib ketyapti. Men terlab ketyapman degan nojo'ya ta'sirlari bo'ladi. O'zimni ko'p bemorlarim, tanishlarim orasida bo'lgan. Meni uyim 16-ekstremniy больница bor, hozir boshqacha nomlanadi. O'shani yonida. Bir kuni o'sha bitta bemorim tez ozaman deb, chunki bizani ayollarimiz ajoyib, ular oson narsa xohlashadi, tez ozishga. Va xuddi shunday qahva bor, tabletkalar bor, ikkalasini birga ichganlar. Va reanimatsiyaga, jonlantirish bo'limiga tushib qolganlar, afsuski ular o'tib qoldilar. Shuning uchun ozdiruvchi degan mahsulotlarni juda ham 7 marta o'ylab keyin olish kerak. Ikkinchi qahramonimiz Zulfiyaning ozish yo'lidagi harakatlari ancha uzoq davom etdi va jiddiy oqibatlarga olib keldi. Birinchi ozishni boshlagan paytimda 64 kilo bo'lganman. 59 kilodan 64 kiloga chiqib ketgan bo'lganim uchun o'zimni juda ham semirib ketgan deb hisoblaganman. U payt yosh bo'lganman. Endi yoshlikda hamma o'zini ozgisi keladigandek nima qiladi, xohlaydi. O'sha paytda birinchi bizning paytimizda o'sha moda bo'lgan kapale degan Xitoy yozuvli dori bo'lardi. Xitoycha yozuvlari bor, yaltiroq etiketkada. Ana o'sha doridan ichishni boshlaganman. 1 oy mobaynida ichdim. 1 oydan keyin ancha tashladim. O'sha 59 kilo holimga qaytdim. Qaytganimdan keyin to'xtatganimda bir 2-3 oy o'tib 64 kilo emas, birdaniga 70 kilodan oshib ketib qoldim. O'z-o'zidan 70 kilodan oshib, o'zim ham hayron qoldim. O'sha paytlar menga aytishdiki, Gerbalife bilan ham ozsa bo'ladi. Gerbalifedan oldin doktorga ko'rinmaganman. O'zim xohishimga ko'ra reklamalarini ko'rganman. Bizda ko'chada to'xtatib, siz to'g'ri ovqatlanishga borasizmi, Gerbalife'ga borasizmi, vrachimiz bor deyish, hech qanaqa analiz, hech narsa topshirmaganman. Shunchaki ular menga qarab qo'ygan dozasiga ko'ra ichganman. O'zimni yana Gerbalife'da sinab ko'rmoqchi bo'ldim. Gerbalife sotib oldim. O'shani ichdim. Undan keyin yana 10 kilo tashladim. 10 kilo tashlaganimdan keyin bu 6 oy mobaynida sekin o'sha 10 kilo vazn, 10-12 kilo tashlab ozgina yurdimda. Keyin Gerbalife'ni tugatganimdan keyin yana semirib keta boshladim. O'sha birinchi ozishni boshlaganingizda, bu amaliyotni boshlaganda necha yoshda edingiz? Birinchi amaliyot boshlagan paytimda 25 yoshda edim. 26 yoshda turmushga chiqdim. Keyin o'sha 26 yoshda turmushga chiqqanimdan keyin 27 yoshda farzand o'sha og'ir bo'ldim. Og'ir bo'lgan paytimda shunaqangi dahshatli semirib ketdim. Homiladorlik davri qanday o'tdi? Juda og'ir o'tdi. Juda ham og'ir o'tdi. Men chunki shartda to'xtatib qo'ydim buni. To'xtatganimdan keyin birinchidan pochkalarim yaxshi ishlamaslikni boshladi. Suv yig'ardi, ishardim, juda qattiq ishib ketdim. Tug'ish jarayonida menda davleniyam 180 ga 200 ga ko'tarilib ketdi. Ko'zimni tomirlarigacha yorilib ketdi. O'shanda tug'ruq paytida aytishdiki, bu ayol tug'olmaydi, o'tib qoladi, bo'ldi. Nima bo'lsa bo'ldi, bilmayman, mana Xudo degan odam ekanman, farzandlarim uchun qaytarib berdi. Gerbalife'dan keyin mana shu ahvolda amallab tuqqanimdan keyin xo'jayinim aytdi, ikkinchi dori mendan ko'rasan, ichmaysan, bo'ldi dedi. Men xo'p dedim. Lekin kilolarim yana tepaga ketishni boshladi. 70-80 oshib ketishni boshladi. Ikkinchi tug'rug'imdan keyin o'sha 85 kilodan oshib ketdim. Gerbalife'ning nojo'ya ta'sirlari yoki tarkibi nimadan iboratligini o'zingiz qiziqib o'qib ko'rganmisiz? O'qiganman. Mevalar yozilgandi. Ekstrakt nimadir,
limon kislotasi, olma kislotasi, har xil mevalar yozilgandi, lekin o'sha qulupni, shaftoli, shunaqa narsalar kukunlaydi. Organik yoki tabiiy belgisiga ega bo'lgan mahsulotlar bor. O'tli choylar, badlar, detokslar. Mana shu mahsulotlarga fikringiz. Chunki odamlar mana shu belgini ko'rib, demak bu xavfsiz ekan deb sotib olib, hatto iste'mol qilishmoqda. Buni ishlab chiqaruvchilar ham o'sha odamlar bu belgini ko'rib ishonishni bilishadi. Bu kuchli marketing, bu o'sha biznesni yurg'izish uchun qilingan ilk qadam bo'ladi ularda. Chunki ular hammasi o'ylaydi, qani nima qilsak ekan biz shu odamni ishontirsak. Ayollar ayniqsa ozish ilinjida, ozish niyatida yurgan, o'sha bir nechta usulni ishlatib ko'rgan, hattoki aldangan, kasal bo'lgan ayollar qandaydir tabiiyroq usul topsammikin, qanaqadir nojo'ya ta'siri kam usul topsammikin deydida va ularga o'sha tabiiy yoki organik degan belgilari darrov ko'ziga olovdek ko'rinadi. Shuning uchun ham har doim ham bu narsaga ishonish kerak emas. Umuman olganda, agar biz tabiiyligini ham hisobga oladigan bo'lsak, masalan, haqiqatan bu tabiiy, lekin biz me'yor unutmasligimiz kerak-da. Masalan, tuz olamiz. Tuz olganda ham ovqatga ozroq qo'shsangiz ta'm beradi, mazali ovqat bo'ladi. Siz ko'p qo'shib yuboring-da. Yoki masalan, qand, uni ham me'yori bor. Ozroq qo'shsangiz mazali, shirin. Ko'p qo'shib yuborsangiz icha olmaysiz. Xuddi shunaqa. Bu giyoh degani bo'ldi, men xohlaganimcha ichaman, xohlaganimcha o'zimni davolayman, ozaman degan emas. Shuning uchun tabiiy, organikmi? Bu marketing, bu biznes. Ya'ni siz ishontirib, sizga o'sha narsani sotish. Lekin u sizga to'g'ri keladimi? Hali bu noma'lum. 2015-yil o'sha internetda o'qib, Reduxin degan dorini topdim. 5 grammda ichishni boshladim. 10 grammga o'tdim. Lekin ozdirdi, haqiqatdan 12 kilomi, 14 kilo ozdirdi. Bitta juda yomon ta'sirini sezdim. Bu juda ham yomon menga ta'sir qildi. Panichskiy ataka bo'lib qolar ekanda, odam xuddi sizga birov tikilib turganda, miyangizga ta'sir qilar ekanda u narsa. Yig'loqi bo'lib qolar ekansiz, раздражённый nimadandir bir pasda urush chiqarib, janjallashib ketaveradigan. Undan keyin sizga kimdir gapirayotgan bo'lsa, xuddi sizga o'shqirayotgandek tuyuladigan, hammaga bu agressiv holatga tushib qolar ekansiz, asabiy holatga tushib qolar ekansiz, o'zingizdan o'zingiz o'tirib yig'laverar ekansiz. Keyin doktorga chiqdim, o'sha paytda endokrinologga chiqdim. Endokrinolog aytdi, nima ichyapsiz dedi. Reduxin dedim, shartta to'xtating dedi. U meni undan tashqari yuragimga ta'sir ko'rsatdi, qattiq. O'shandan keyin aritmiya orttirib oldim yuragimda. Ozdiruvchi vositalar bor. Ana shu ozdiruvchi vositalar, mahsulotlar, preparatlarni shifokor nazoratisiz qabul qilish, ichish yoki o'sha ukol sifatida olish, bu qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Bu yerda nimadan boshlashim kerak? Mana ozdiruvchi vositalar bor, ya'ni to'g'ri aytdingiz, bu bo'lishi mumkin, ovqatga qo'shimcha mahsulotlar ham bo'lishi mumkin. Bunda shifokor tavsiyasi kerak emas. Lekin ukol deganda, ya'ni tabletkalar bor, ukollari bor. Hozirgi juda ham urfga kirgan ukollar ham bor. Yo'q, bular o'zini tavsiyasi ham, ya'ni ular nazorati ham doktorda bo'lishi kerak bo'ladi-da. Endi buni agar ikkiga bo'ladigan bo'lsak, ozdiruvchi vositalarni, ya'ni ovqatga qo'shimcha sifatida, bad sifatida sotiladigan mahsulotlarni shifokor nazoratisiz, lekin qandaydir masalan nutritsiolog nazorati bilan, tavsiyasi bilan, farmatsevt nazorati bilan, tavsiyasi bilan olish mumkin. Chunki u ovqatga qo'shimcha. Endi biz o'sha mahsulotlarni, ya'ni dori vositasiga yaqin, badlarga o'xshaydigan mahsulotlarni bilmaymiz, shuning uchun uni tavsiya qiladigan nutritsiolog yoki hech bo'lmasa farmatsevtdan so'rashimiz kerak. Reduxinni to'xtamadingiz. Doktorlar sizga aytishdimi, bunday preparatlar qabul qilmang, mumkin emas, zarari bor deyishdi. Keyin qaysi preparatga murojaat qildingiz? Metformin. Uyimdagilar eshitib qolishdi-da, sani sahring yo'q-ku bolam. Nimaga buni ichyapsan? Men aytdim, oyijon, bu ozdirar ekan. Siafordan boshlaganman birinchi. Siafor 500 talikdan boshlaganman. Undan keyin 1000 talikga o'tdik. Undan keyin metforgammani anaqasi bor, kuchlirog'i bor ekan. O'shanisiga o'tdik. 1000 tadan 2000 taga o'tdik. Shu bilan o'shani постоянный tartibda ichib yurib, o'zimga sehr orttirdim desam ham bo'ladi. Oxirgi topshirgan analizlarimda
Sahrim yuqori chiqqan. 12-14 chiqdi. U ham kattada baribir. Qancha vaqt mobaynida qandli diabet dorisini ichdingiz? 1 yil, 2 yil. Bu juda ko'p ichganman uni. Natija bo'lganmi? 2016-yilda boshlagan bo'lsam, 2016-yildan 17-yilgacha 1 yil ichganman. Undan keyin, natija faqat vesim mushab turgan. Undan keyin qanday preparat qabul qildingiz? L-tiroksin ichib ko'rsangiz, ozdirar ekan degan gapni eshitdim. L-tiroksin ichdimki, u оказывается, mana bu tomog'ingizdagi bez bo'ladi-ku, qalqonsimon bez. O'shaning dorisi ekan. Men o'sha payt bilmaganman. Uyda o'tirganman-da, u payt bilmaganman. Qalqonsimon bezni dorisini ichib, o'zimga qalqonsimon bezimda 4 ta uzel orttirib olganman hozir bor. Undan keyin dietologlarga qatnadim. Reklama qilayotgan o'zini internetda reklama qilayotgan dietologlarga qatnadim. Dietolog mendan analiz ham so'ramadi. Nima, qanaqa qonim tarkibi nima, hech narsa so'ramadi. Inazitol, berberin, L dan keladigan bitta dori yozib berdi. Inazitol qanday ta'sir qildi? Inazitol ichdim. Inazitolda bu anaqaga ta'sir ko'rsatar ekan, ko'proq matkani faoliyatiga ta'sir ko'rsatar ekan. Salbiy ta'sir ko'rsatar ekan. O'sha o'sha hayz ko'rish jarayonlari charkashib ketdi. Judayam ham og'riq bo'ldi, ham kista bo'ldi. Kistani orqasidan operatsiya qildirib, kistadan qutuldim va operatsiya jarayonida kistani operatsiya qilayotgan paytda o'zi aritmiyam bo'lganligi sababli klinik o'lim boshimdan o'tkazdim. Siz ko'p preparatlardan nojo'ya ta'sirlarni boshingizdan o'tkazgansiz. Demak, oxirgisi inazitol va berberin bo'lgan. Yo'q. Undan keyin tavba qilmadim. Undan keyin ham tavba qilganim yo'q. Undan keyin yana dugonam bor edi, chet elda, Amerikada. U aytdiki, biz tomonda Ozempic bilan, Mounjaro bilan, Simoviklar bilan olsa bo'ladi dedi. Keyin men aytdim, dedim, kelayotganingda o'zing bilan olib kel dedim. Ozamiz dedim. Aytdi, bo'ldi, boraman dedi. Chet eldan kelayotganda o'zi bilan Ozempic olib keldi. Ozempic oldim. Ozempicda ham xuddi shunaqa 100 kiloga tushdim. O'sha Ozempic olayotgan paytimga kelib, o'sha 120 kilolarga yetib qoldim. Qaytib o'sha Ozempic olganimdan keyin 100 kilo, 110 kiloga, 105, 110 kiloga tushdim. O'sha payt Ozempic tugadi. Ozempic tugagandan keyin to'xtatdim. Yana semirishga boshladim. 2 barobar semirgan. Undan keyin yana Ozempic topa olmadim. Mounjaro oldim keyin. Ozempic dedik. Ozempicdan keyin yana bitta preparat, ikkita preparatning nomini aytdingiz. U preparatlar siz xabaringiz bormi? Doktor tavsiyasi bilan retseptlar asosida qabul qilinadi. Yo'q, men retseptsiz o'zimga o'zim doza belgiladim. Hammasini bir chekkadan aytib beray. Birinchi Victoza qildim, keyin Ozempic qildim, undan keyin Mounjaro qildim, undan oxirida Arsema bilan chegaralandim. Lekin hozirgi paytda mana vesim juda ham oshib ketdi. 132-135 kiloman hozir. Hozir hech narsa qilmayman. Hozir endi orada endokrinologga ham bordim. Endokrinolog dorilarini ichishdan oldin analiz topshirishingiz kerak. Meni eng toqatsiz joyim mana shu. Analiz topshirgandan keyin javobini kutgandan keyin o'chirt kut endokrinologga. O'sha bilan endokrinologga qabuligacha yetib bora olmayman hech qachon. Eng sizga katta zarar yetkazgan va o'sha qanday nojo'ya ta'sir olib kelgan? Birinchi eng katta zarar yetkazgani bridoksin. Yuragimdagi aritmiyani keltirib chiqardi. O'zimni asabiy qilib qo'ydi. Undan keyingi eng katta zarar yetkazgani bu Ozempic bilan Mounjaro. Ulardan keyin ko'zim yaxshi ko'rmaydigan bo'lib qoldi. Jigarimda yog' yig'ildi baribir, xohlasam, xohlamasam. Pochkamda tosh paydo bo'ldi. Shu oraliqlar orqali qanaqadir oraliqlar saqlab ovqatlanganligim sababli ham o'sha noto'g'ri tanlangan dorilarni sababli shu kasalliklarni o'zimga orttirdim. Bizni mana qahramonimiz Zulfiya juda ko'p
vositalarni, super vositalarni va badlarni va yana undan tashqari dorixonada sotiladigan jiddiy preparatlarni ham qabul qilganlar 65 kilogramm vazndan 132 kilogrammgacha bu vazn ortavergan va orada albatta ozish holatlari kuzatilgan. Vazn kamaygan, vazn keyin 2 baravar yoki 1,5 baravar bo'lib qaytib kelavergan. Buni sababi nimada deb o'ylaysiz? Hozir shu o'rinda bir qo'shimcha qilib aytishim mumkinki, ular xitoycha kapalak, reduksin, orlip, viktoza, inazitol, berberin, Herbalife, Ozempic, Semavik, Monjaro, Arsema eng urfga kirgan, eng keng tarqalgan hammasini ishlatib ko'rgan ekanlar. Tag'in ham sog'liqlari ularga bardosh beribdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Mana fikringiz. Shuncha preparatni qabul qilsa-da, vazn kamaymagan, vazn ortavergan. Bunga fikringiz? Vaqtincha ozganlar, keyin yana yig'ganlar bu vazn. Endi hozir mana buni mana qilamiz. Xuddi shu hamma aytganlaringizni ikkiga yana bo'lamiz. Chunki orasida ovqatga qo'shimchalari bor. Orasida faqat endokrinolog nazoratida tavsiyasi bilan qiladigan, masalan, o'sha Monjaro, Ozempic degan, hattoki L-tiroksin, Eutirox degan shu gormonal moddalar bor. Ya'ni ularni oddiy farmatsevt yoki oddiy nutritsiolog yoki oddiy kosmetolog tavsiya qila olmaydi. Afsuski, hozir hech kim buni nazorat qilmaydi. Hozirgi kosmetologlar biznes maqsadida, men qo'rqmayman buni aytishga, biznes maqsadida shu endokrinolog tavsiya qiladigan dorilarni ozish uchun qo'llashyapti. Endi qarang, nimaga endokrinolog nazoratida deyapman? Chunki aslida Ozempic ham, Arsema ham, Monjaro ham, hozirgi chiqqan uni rossiyskiy analoglari bor. Quinset, Semavik, boshqa Cherzetlar, ular hammasi ishlab chiqarilayotganda qandli diabetni davolash uchun chiqarilgan. Endi qarashsaki, uni nojo'ya ta'siri bor ekan, ozdiryapti deyishdi. Bo'ldi, zo'r, keling, biz uni ozishda ham qo'llaymiz deb sekin hozir yana boshqa yo'nalishdan uni anaqa nazorat qilinyapti, ya'ni sotish maqsadida. Shuning uchun hozir agar kosmetolog buni qilaman desa noto'g'ri. Buni ham nazoratga olish kerak aslida. Chunki agar masalan qandli diabeti yo'q odam keldida, buni oldi, qabul qildi. Kichkina dozadan, katta dozadan farqi yo'q. Bo'ldi, u qandi tushib ketsa, qondagi qandi birinchi o'rinda miya shikast yeydi. Chunki miya qandsiz yasholmaydi. Miya qandsiz bo'ldimi, bo'ldi, u hattoki komaga tushib qolishi mumkin. Ya'ni hushidan ketadi. Endi mana bunaqa narsa bo'ldi. O'sha bitta Monjaro degan preparatimiz bor. Qimmat, $450-500 boshlanadi. Uni sotadiganlar o'rgatishyapti. Keling deydi, siz o'zingizga ekonom qiling, katta dozasini oling deyirkan, patsientlarga. Klient deyshadi ular. Katta dozasini oling deb, men sizni o'rgataman, sanab uni kichkina boshqa shpritsda olib, sizga anchaga yetarkan deyirkanda, o'shani sotarkan. U ham bir o'sha aytgan $500-600 bo'lib ketarkan. U odam ham oladi-da, o'ziga qiladi. Endi nimaga men uni aytayapman? Shu yaqinda bitta holat eshitdim. Olgan, katta dozasini olgan, ekonom qilaman degan maqsadda. Ya'ni chunki ozish bu bir oyda bo'lmaydi, 3 oyda bo'lmaydi. Biz yillar shu vaznni yig'amizda. Uni qilgan, noto'g'ri sanagan. Noto'g'ri sanagandan keyin sahri tushib ketgan, bo'ldi, reanimatsiyaga ketgan. 25 yashar qiz. Yaxshi ham uyda odam bo'lganki, skoroyni chaqirgan, o'sha tez yordamni ular borib, keyin o'sha kerakli muolajani qilishgan, u qaytib kelgan, 2 ta farzandi bor. Endi ko'rdingiz, qanchalik bu nazoratdan chiqib ketgan. Biz bu mahsulotlarni bad bo'ladimi, ukol bo'ladimi olishimizdan qat'iy nazar, odam esidan chiqadiki, ko'p shifokorlarning ham shu xatosi borki, hop, dori olasiz, nimaga siz sport haqida aytmaysiz, nimaga siz ovqatlanishni nazoratga qo'yish kerak, uni ustida ishlatish kerak haqida aytmaysiz. Chunki biz butun umr o'sha dorilarni ola olmaymiz-ku, lekin ovqat yeyishimiz umr oxirigacha. Shuning uchun birinchi o'rinda shifokor aytish kerak. Hop, siz bu dorini ichyapsiz yoki bu ukolni olyapsiz, birinchi o'rinda ovqatingizni to'g'rilab oling deb shunga urg'u berish kerak. Bizda ba'zi bir shifokorlar, hammasi emas, bo'ldi, dori oldingizmi, bo'ldi, xayr. Endi qarang, bu yerda qanaqa xato bo'ladi? U boradi, tabletkami, ukolmi farqi yo'q, oladi-da, ichadi yoki qabul qiladi yoki ukol qiladi. Ishtaha bo'g'iladi. Yes. Men endi ovqat yemayman deydi-da, ochlik bilan ozadi. Ochlik bilan organizm nimani yo'qotadi? Suvni va mushaklarni, ya'ni go'sht massasini. Organizm suv bilan go'sht massasini yo'qotyapti, yog' turibdi. Chunki u boshqacha ishlashni bilmaydi. Yog' eng oxirida ketadi.
qachon mana to'g'ri ovqatlanamiz, sport bilan shug'ullanib o'shanda birinchi ketadi muskul suv. Keyin bu odam nima qiladi? Voy, mani pulim yo'q, tamom bo'lib qoldi, men endi bu dorini ololmayman yoki doktor menga faqat 1 oyga yozib berdi, endi men doktorga bora olmayman deydi deb bo'ldi buni to'xtatadi. O'sha yo'qotgan suv bilan muskuli o'rniga yana yog' keladi, yana suv keladi. Endi qarang, muskul bilan yog' turibdi, muskul ketdi, suv ketdi. Ikkita narsani o'rni bo'shadimi? O'rniga 2 barobar yog' yig'iladi. Shuning uchun o'sha siz aytgan patsientingiz u ozgan, keyingi safar semirganda 2 barobar semirgan, yana ozgan, keyin yana 2 barobar. Shu bilan 132 kiloga yetib olgan. Chunki u to'g'ri massani yo'qotmagan, ya'ni yog'ni yo'qotmagan. U muskulini yo'qotgan, suvni yo'qotgan. Aytmoqchimanki, bu hammasi to'g'ri marketing, biznes, lekin odam ham unda miyasini ishlatish kerak. Aha, men bu dorini har doim icha olmayman. Men bu dorini har doim ukolini ololmayman. Keyin o'sha ishtaham bo'g'ilgan paytda to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'yay, keyin shu sport bilan shug'ullanishni boshlab olay deb o'zini o'sha to'g'ri yo'nalishga qo'yish kerak. Keyin ukolni to'xtatadi, dorini to'xtatadi, lekin haligi odati bor-ku, to'g'ri ovqatlanish odati, o'sha shakllangan bo'ladi. Inson borki, oson yo'lni qidiradi hamma narsada. Sport bilan shug'ullanish uchun harakat qilish kerak. Bu kuch ketadi. Sport zaliga bor yoki ko'chaga chiqib yugur, piyoda yur, 10 ming qadam yur. Bu hammasi mehnat. Lekin juda ko'pchilik ko'p narsaniga oson erishishni xohlaymiz. Ochig'ini aytganda, ayollar ham o'sha bittagina shu super tabletkani ichsa-ku, shu vazndan xalos bo'lsa. Bu to'g'risi juda ko'pchilikni qiziqtiradi bu narsa. Ko'pchilikni shu bilan ham tortib olishadi. Endi hozir men faqat vazn qaytishi bu hozir o'sha nojo'ya ta'sirlar ichida eng nima deydi? Yengili yoki bir zararsizi deb aytgan bo'lardim, chunki bizning qahramonlarimiz o'sha oqibatlar haqida gapirishganda ko'rish qobiliyatini susayishi, aritmiya, Zulfiya ismli qahramonimiz juda ko'p tashxislarni, kasalliklarni o'zlariga mana shu dorilarni ichaverib orttirib olganliklarini guvohi bo'ldik bugun. Aynan mana shu nojo'ya ta'sirlar haqida aytib o'tishingizni xohlardim. Ozdiruvchi kofe, choy, tabletkalar ham bor. Ular shifoxonada, aptekada emas, ya'ni dorixonalarda emas, ular savdo rastalarida, magazin, bozorlarda sotiladi. Ular haqida men aytaman, nomini ham sanash kerak emas. Nimagaki mana bunaqa narsada? Bu biznes, bu reklama, marketing, odam baribir ham o'sha pul ishlayman deb bu narsalarni qiladi. Va ularni hozir nomini aytganim bilan tarkibiy qismini saqlab qolgan holda nomini o'zgartirib chiqaraveradi. Mana yaqinda esingizda bo'lsa, bitta internetda ham juda tarqalib ketdi. Bitta kelincha o'tib qoldilar Fadzorb degan doridan keyin. O'sha Fadzorb degan dorini tekshirishib, uni katta partiyasini o'sha to'xtatib, uni zapretga qo'yishdi. Buni ko'plab mana internetda ham chiqib ketdi. Lekin xuddi shu dorini tarkibiy qismini o'zgartirmasdan ustidagi nomini o'zgartirib hozir bemalol hammasi sotilyapti. Bu chiroyli figura, bu ananas, bu Bilight, bu qanaqa yana bor? Juda ko'p, ya'ni anaqa sotilish nomi o'zgartirilgan hammasi bor. Bu dorilar tarkibidagi mahsulotlar, masalan, sibutramin ko'pincha uchraydi. U kofeda ham bor. U farqi yo'q qanaqa kofe nomi. Slim kofe, Bilight kofe, tez ozdiradigan kofe farqi yo'q. U baribir ham shu ichida bor shunaqa sibutramin. Xuddi shunaqa choylar bor. Bu sibutramin mana siz aytgan dori preparatida ham bor. Masalan, reduksinni ichida bor. Sibutramin ko'p Yevropa davlatlarida umuman zapretga, taqiqqa qo'yilgan. Nimaga? Mana uni birinchi nojo'ya ta'siri yurak va qon tizimiga. Demak, shunaqa holat bo'ladiki, o'sha qahramonimizda ham eshitganimizdek, ularni tekshirishyapti, lekin qayerda muammoligini topib olishmayapti. Chunki u izini qoldirmaydi. U uni ishdan chiqaradi, bo'ldi. Ya'ni yuragini ishdan chiqaradi, bo'ldi. Ko'pincha o'sha ruhiy kasalliklarni chaqiradi, yurak qon tomiri kasalliklarini chaqiradi. Shuning uchun bu preparatni ozgincha cheklashdi. No ba'zi bir joy bor, masalan, reduksin bu rossiyskiy preparat. Rossiyada sotiladi. No uni ham, ya'ni shifokor tavsiyasi bilan chaqiriladi. Ammo bu badlarning ichida, kofelarning ichida, choylarning ichida uni miqdori tekshirilmaydi.
O'shaning uchun biz bilmaymiz qancha ichyapmiz. O'shaning uchun kofe ichdingiz, darrov qarang. Yuragingizga qanaqa ta'sir qilyapti, umumiy holatingizga qanaqa ta'sir qilyapti, jigarni o'chirib qo'yadi, buyraklarni o'chirib qo'yadi. Bo'ldi, uni ichdingiz, qarang, necha marta hojatga bordingiz. Bir martadan kamaydimi, bo'ldi, bilingki, уже sizni buyuragingizga ta'sir qildi. Endi keyingi masala mahsulot mana Arlib dedingiz. Endi bu Arlib bu firmani nomi, tarkibida o'sha Arlistat degan modda bo'ladi, har xil nomlari bo'ladi. U ham masalan oddiy qilib aytganda biz yog'li ovqat yeymiz, o'sha yog'ini ichakda so'rilishiga to'sqinlik qiladi-da. Bizda yog' aralash ich keladi. Buni ichgan bemorlar hammasi biladi. Voy shunaqa noqulay deydi. Uni endi qarang, mana hop uni ichdingiz, lekin biz faqat yog'dan semirmaymiz-ku. Boshqa masalan uglevodlar bor, boshqa mahsulotlar bor, undan semiramiz yoki gormonal o'zgarish bor, undan semiradida. Bu dorini yo bekor ichadi, yoki nojo'ya ta'siridan bittasi oshqozon ichakdagi o'sha yog'larni parchalaydigan retseptorlarni ziyon qilib qo'yadi, kasal qilib qo'yadi. Keyinchalik siz dorini ichmayapsiz, lekin yog'li ovqat yeyapsiz, organizmni parchalash kerak, bo'ldi, parchalolmaydi. Endi sizga yog' kerak emasmi? Kerak-da shu yog'. Chunki sizni gormonlaringiz yog'dan iborat. Sizni sochingiz chiroyli bo'lishi, teringiz chiroyli bo'lishi, bizning hozir eng urfga kirgan vitamin D, o'sha vitaminini o'zlashi uchun yog' kerak. O'tpufigini yaxshi ishlashi uchun, ichi yaxshi kelishi uchun, hammasi uchun yog' kerak. Keyingi vosita bu metformin tarkibli har xil bor. Seafor, glukofaj, ular ham aslida qandli diabetni davolash uchun, lekin ozishda ham mumkin, lekin unda ko'rish kerak sizda qanaqa yondosh kasalliklar bor. Kamqonlik bo'lsa, oshqozon ichak muammolari bo'lsa, sizga qaytanga ziyon keltiradi. U nima qiladi? Ya'ni qaltiratib yuboradi, boshni og'ritadi. Hattoki o'sha qondagi qandni xuddi tushib ketgandek qilib hushdan ketish holatlarigacha bo'lishi mumkin. Va o'sha eng oxirgisi, ya'ni hozir urfga kirgan Simavik bo'ladimi, Monjaro bo'ladimi, Arsema bo'ladimi, Azimpik bo'ladimi, Victoza bo'ladimi, ular hammasi bu peptid, ya'ni oqsillar. Ular allergiyadan tortib o'sha qondagi qandni tushib ketish holatlariga, oshqozon ichak faoliyatining buzilishiga, o't pufakda toshga, oshqozon keyinchalik mana bir xil shunaqa bo'ladi, parayz bo'lib qoladi. Ya'ni oshqozonni xuddi bloklab qo'yadi. Bo'ldi, siz uni to'xtatdingiz dorini, lekin ovqat yeganingiz hazm bo'lmaydi. Keyin uni hech qachon уже tiklolmaysiz. Bu peptidlar, ya'ni oqsillar, bu ukol sifatida qilinadi, lekin buni 100% shifokor nazorati bilan tahlillarni tekshirib, har oy kerak bo'lsa UZI tekshiruvi, qon tekshiruvi bilan olib borish kerak bo'lgan preparatlar bo'ladi. Nojo'ya ta'sirlari allergiyadan tortib to oshqozon ichak umuman ishlamaydimi, qotib qoladi. Shunaqa asoratligicha bo'ladi, уже hech nima yordam bermaydi. Ko'rish qobiliyatini susayishi ham mana shu. Mana yaxshi eslatdingiz, ko'rish qobiliyatiga bu narsa ta'sir qiladi. Qaysi ma'noda? Ta'sir anaqalari, yo'llari ko'p, lekin bitta narsani aytmadik, shuni aytmoqchi edim. Bu preparatlarning tarkibida, ayniqsa o'sha kofe, choylarning tarkibida metabolizmni tezlashtiradigan moddalar almashinuvini, ya'ni ozish uchun nima kerak? Moddalar almashinuvi tez kerak. Ya'ni biz olgan narsamiz tez ishlatishimiz kerak. Shunda u yog'iga aylanib qolmaydi-da. Endi metabolizmni tezlashtiradigan mahsulotlar bor. Metabolizm bu hujayrani tez uyg'onib, tez umrini o'tishiga majburlaydigan shu modda tarkibida, mana shu ozdiradigan moddalarning tarkibida. Endi bu hujayra uyg'onib ishini qilyapti. Bizning tanamizda qancha ko'p hujayralar bor, qaysi onkologiyani hujayra keltirib chiqadigan hujayralar bo'ladi. Bu dori, shu kofe bo'ladimi, choy bo'ladimi, ozdiruvchi har xil dorilar bu yomon hujayralarni ham uyg'otadi. Endi o'sha narsa nechta ko'rganman bemorlarni, shu narsa bo'lgan, onkologiya chiqgan. Ko'kragida, bachanonida, tuxumdonida. Endi qarang, qachon bizda ko'rish qobiliyati yomon bo'lyapti, birinchi o'rinda MRTga yuboramiz, chunki u yerda qandaydir opxol bo'lishi mumkin, ya'ni o'sma bo'lishi mumkin. U ko'rish anaqasiga, yo'liga ta'sir qilishi mumkin. Endi bu faqat bitta sababi. Bunaqa sabablar ko'p. Keyin mana har bitta organda uni ishini nazorat qiladigan
muskul bo'ladi. Hali aytdim, noto'g'ri ozayotganda biz muskul yo'qotamiz. Farqi yo'q, yurakni muskulimi yoki masalan ko'z olmasini ishlatadigan muskulmi, u yoqda ham muskul bo'ladi, chunki u qisqaradi keyin. Ana o'sha muskulni agar biz yemirilsa, ya'ni yo'qotsak bo'ldi, sizni ko'rishingiz ham, nafas olishingiz ham, ichki organlar ham tushib qoladi. Tez ozadigan ayollar biladi. Ha, mana anaqa matkam tushib qoldi, mana siydagi tufagim tushib qoldi, pochkam tushib qoldi degan asoratlar bo'ladi. Ya'ni bu hammasi o'sha bizni oson, tez ozmoqchi bo'lgan yo'llarimizga bog'liq bo'ladi. Tibbiyot nuqtai nazaridan qanday to'g'ri ozish mumkin? Birinchi o'rinda men har doim ruhiyatni birinchi o'ringa qo'yardim. Nimagaki, o'shani joyiga qo'yish kerak. Siz asabiy bo'lsangiz, sizda ko'p muammolar bo'lsa, siz to'g'ri ozolmaysiz, chunki fikrni to'g'ri joyga jamlab, to'g'ri mahsulotlar yeolmaysiz. Fikringizni to'g'ri joyga qo'ydingiz, o'zingizni tinchlantirdingiz va ro'yxat tuzishni boshlaysiz. Aha, menda hozir ortiqcha 5 kiloyim bor. Bo'ldi, men o'zim mustaqil ravishda qandaydir masalan vitamin mineralni qo'shgan holda, to'g'ri ovqatlanib, sport bilan shug'ullangan holda men ozolayman. Aha, menda ortiqcha vaznim 10 kilogrammdan oshib ketdi, 20-30 bo'ldi. Bu meni muammoim emas, bu kasallik. Shuning uchun men shifokorga boraman degan xayoldan boshlash kerak. Demak, birinchisi ruhiyat, ikkinchisi o'sha o'zini yo'nalish, ya'ni men mustaqil ozaman yoki shifokor nazoratida. Shifokorga borgandan keyin albatta eng hech bo'lmasa oson tekshirish tahlillaridan o'tish kerak. Oson deganda qaysi ma'noda? Masalan, poliklinikaga chiqdingiz, oilaviy poliklinikada bepul qilinadigan qon tahlillari bor va ba'zida o'zingizlar ham bepul bo'ladi. Endi ba'zida pulli, endi u individual. Hech bo'lmasa qalqonsimon bezni tekshiramiz, hech bo'lmasa jigari va buyraklarni tekshiramiz va umumiy qon tahlillarini, biokimik qon tahlilllarini qaraymiz. Hammasi yaxshi bo'lsa, shifokor nazoratida o'sha yerda bo'ladi. Umumiy amaliyot shifokori u tavsiyasi bilan qandaydir masalan tanqisliklar bor, vitamin D yetishmaydi, qandaydir kamqonliklar bor, ularni davolashgan holda yana ovqatlanishni nazorat qilamiz. Ozgincha bo'lsa ham jismoniy mashqlar qo'yamiz. Agar sizda gormonal o'zgarish bo'lsa, u umumiy amaliyot shifokori aytadi, keling, siz endokrinolog nazoratiga turasiz deydi-da, shu endokrinolog bilan ishlashadi, ya'ni ham gormonlarni davolashadi, ham birinchi o'rinda yana qaytarib aytaman, ovqatlanish va hech bo'lmasa ozgincha jismoniy faollik qo'shishadi. Mana shu sog'lomlashish, ozish va o'zini tanasini tiklash hisoblanadi. Suhbatingiz uchun tashakkur. Rahmat. Men o'ylayman, bizni tomosha qilayotganlar sizni ushbu bergan maslahatlaringizni, tavsiyalaringizni to'g'ri ishlatishadi. Sog' Taklif bo'ling. uchun rahmat. Sizni xulosangiz? Xulosa qilib aytganda, o'zingizni xohishingiz bilan, o'zingiz bilganingizcha doktorga murojaat qilmasdan, endokrinolog tavsiyasisiz, analiz topshirmasdan dorilarni o'z boshimchalik bilan qabul qilmaslikka tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki agar o'zingiz xohishingiz bilan, o'zingiz bilganingizcha qiladigan bo'lsangiz, o'zingizga bo'ladigan zararli ta'sirlarni ko'lamini bilmas ekansiz. Misol uchun, u sizni qaysi organizmga yomon ta'sir ko'rsatadi? O'tfegizgami, jigaringizgami, buyragingizgami, yo oshqozon osti bezigami, nima bo'lishini oldindan bilmaysiz. Shuning uchun birinchi o'rinda baribir mutaxassisga murojaat qilib, mutaxassis tavsiyasidan keyingina bergan dozasinigina ukol qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki o'z-o'zidan, o'z bilganingizcha qilganingizda siz haqiqiy o'zingizga kerakli bo'lgan dozani belgilay olmaysiz. Shu. Menga o'xshab xato qilmanglar. Xulosa qilib